Qayerga magazinga ketyapsiz? Anam, dadam tuyularnikiga. Kimdan? Kimdan so'rab chiqdinglar ko'chaga? Dadamdan. Dadangiz qayerda? Dadam uyda. Mumkin emas-ku bu. Katta ko'chaga kelyapsizlar. Chiqdi. Uyingizni bilasizmi? Ha, bilaman. Qayerda uyingiz? Yaqin. Ketdik, men o'zim Yo'q. mashinaga, men o'zim mashinaga mindirib olib borib qo'yaman. O'zim qayerga borgan. Yo'q, siz boshqarishingiz mumkin emas-da buni, tillo qiz. Bilaman. Qanday bilasiz? Mana ko'ryapsiz, mashinalar serqatnov. Yo'q. Tushuntirishni berib yubormayman. Dadangiz telefonni bilasizmi? 2, 6, 7 yoshsizlar, to'g'rimi? Mumkin emas-da. Tillo qiz. Bo'l, yig'lamaylik, ularning avval. Bo'ldi. Ikkinchi marotaba haydab chiqmaysizlar. Hop. Bo'l, namoz qo'yamiz. Assalomu alaykum. Men harakat xavfsizlik boshqarmasidan inspektor Safarov. Yaxshimisiz opajon? Yaxshi. Bu bolalar kimning bolalari? Sakkiz. Sizni bolangizmi? Nima Opajon, uchun nima uchun bu transport vositasini berib qo'ydingiz katta ko'chaga? Yo'q, men mola ketgan edim. Mumkin emas-ku opajon, mana yo'lda qizcha orqasida ikkita bolachani mindirib olib ketyapti. Hozir birgalikda uyingizga olib borib qo'yamiz opajon. O'tirib oling. Kelinglar tilloq. Opajon, bunaqa mas'uliyatsiz bo'lish kerak emas. Uchalasi ham sizning bolalaringizmi? Ha? Qara endi 3 ta farzandingiz bor-da, Guldek opajon. Bunaqa mas'uliyatsiz bo'lish kerak emas. Mana bu kalitini o'zida qoldirmang opajon. Bu o'yinchoq emas, bu transport vositasi. Meni to'g'ri tushuning opa bizani. Har bitta bo'ladigan yo'l transport vositasi uchun biz javob beryapmiz opa. Tushuntira oldimmi? Ushbu kalitni o'zida qoldirmang. Mana bu kalit sizga. Hushyor bo'ling, ogoh bo'ling, sergak bo'ling. Bunaqa beparvo bo'lib, mas'uliyatsizlik bilan tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lib, mana bunaqa transport vositasini berib qo'ymang.